Bugun katta xursandchilik Uzbek Tayson va Gold Shahzod akasi Abu jangda yutdi nokaut bilan. Tayson yutganidan keyin janjal bo'lib ketdi. Gold akasi Abu tojikistonlik Fazliddin bilan face-to-face qildi. "Man sani dekabrda Humo arenada kalleni uchirvoraman" dedi. "San bilan urushgan sportchilar hammasi erkalatgan, sani ochko ishlagan, man lamat qilaman sani" dedi. Fazliddin bilan Doston Bozorov urushgan edi. Eng ajinarlisi, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring va videoga bir donadan like bosib qo'ying, bizga motivatsiya bo'ladi. Sorpek Первый раунд. Mujiki, 2 raund stoykaga urusha olmaydi bu men bilan. Birinchi raund lamat qilaman. Menga qiziqli, любой время. Любое время я готов, любое время. Dekabr, yanvar, fevral, любое время. Erki bilan. Qanisan erki bilan? Gol tukan bilan menga vizib tashlading, qanisan? Sen bilan ham urushaman. Fazliddin bilan ham urushaman. Bitta chiqib vashtagonga. Любое время. Fazliddin men bilan urushda yaxshilab tayyorgarligini ko'r, radnoy. Boks qil, boks. Bo'lmasa kalla uchib ketadi. Abdushi, kalla uchib o'raman. Sen ham dasta o'ynaysan. Men ham dasta o'ynayman. Dasta o'ynaymisan. To'g'rimi, Aktagon? To'g'rimi? И ко мне надо ему. Мне кажется, сейчас уже лагерь надо начать с завтрашнего дня, без отдыха. Sen bilan urushgan bolalar bari erkalatgan seni. Achka ishlagan. Men lamat qilaman. Men udardikman. Kallani uchirib o'raman borib. Assalomu alaykum O'zbekiston. Do'stlar, mana ko'rdinglar, 4-jangimda o'tkazib oldim. Qanday bo'ladimi, yomonmi, yaxshimi bilmadim. Qo'ldan kelgancha harakat qildim. O'zbekistonda hali kuchini butun dunyoga ko'rsatamiz. Bu shunchaki boshlanishi, hech qanaqa zarar chiqincha parajini ham olganim yo'q. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Mana ko'ryapsizlar, bundan yaxshi bo'lmasa kerak menimcha.
qo'llab-quvvatlab, partishga o'tirgan hammaga rahmat. Hali bu boshlanishi. O'zbekning kuchini butun dunyoga ko'rsatamiz. Rahmat, bizlarni ehtiyot qilinglar. Radnoylarim, hamma radnoylarim axi. Shahzod ukam gol. Abdushni seni yaxshi ko'raman men. Gol ukam. Ko'rding-a ukaginam? Golda mudarnik, mana mudarnikman. Men Luboy sabiniga tayyorman inshaalloh. Luboy. O'zbekiston. Alaykum, mujiki, yaxshimisizlar? Mana jangni ko'rdinglar. Abba bratan, addushi tabriklayman, brat. Dastoyni boy qildingiz. Uncha-munchasi emas. Inshaalloh bizga vizit tashlayotganlar, urushaman deganlar kelaversin. Luboy vaqti urushamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston, men sizlarga nima aytaman, mana chiroyli boy ko'rsatib kelyapti o'zbekistonliklar. Hech kim shularni bir aeroportdan erta kelishadi, hech kim bir tantanali ravishda kutib olmagan. Sportsmenlar qani ertaga kelishadi, qani O'zbekiston, hammamiz chiqaylik qani aeroportga. Hammamiz chiqib olib kutib olaylik qani, men kutaman hammalaringizni aeroportga. Mujiki, bolalar ham xursand bo'ladi, O'zbekistonimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarib kelyapti. U bizga chiqsa yana ham motivatsiya bo'ladi. Mujiklar chiqib paddishga qilsa, har doim chiqqan paytda men O'zbekistonim kutibdi, men O'zbekiston bolalari, O'zbekiston mujiklari kutibdi deb xursand bo'lishadi. Hammalaringizni erta aeroportga inshaalloh kutaman. Vokzalga kutib olib, bularni hammamiz o'zim paddishga qilib kutib olamiz. Taysonni, Abbakamni, mana O'zbekistonning bayrog'ini ko'tarib kelib, Qo'qonlik bolalar g'alaba qozonibdi. Men hammalaringizni erta bularni kutib olishga kutaman hammalaringizni. Inshaalloh boksyorlarimiz kutib olganda, o'zimizni mana shunday MMAchi dastoyni boy ko'rsatayotgan bolalarni kutib olishimiz kerak. Hammalaringizga rahmat, addushi, sog' bo'linglar, duoga bo'linglar. Gap yo'q. Assalomu alaykum O'zbekiston. Xudo xolasa biz ham komanda bilan qaytyapmiz. Abbaka. Xudo xolasa O'zbekistonga qarab yo'l oldik inshaalloh, alhamdulillah. G'alabalar bilan. Alhamdulillah, O'zbekiston sizlar uchun g'alabalar. Haqqida ayrib oldik, zotni qo'ymadik. Tayson. Alhamdulillah. O'zbekiston olg'a. Shahzod gol kutib ol. Oshna.